Good afternoon from London. My name is Geoffrey Nice. I'm chairman of the Uyghur Tribunal, and I'm sitting here in London with Hamid Sabi, counsel to the tribunal. Uyghur Sud Kollegiyasi 27 noyabr kuni yana 2 nafar guvohchining isbotini anglab chiqqan. 3-chi qitimliq isbot anglash yig'inida guvohlik beruvchilarning biri Gollandiyalik irqiy qirg'inchilik mutaxassisi Dr. Ton Zuan bo'lib, u Amsterdam universitetining jamiyatshunoslik va irqiy qirg'inchilik tadqiqoti bo'yicha pensiyaga chiqqan dotsenti. Uning bu sohada e'lon qilgan bir qancha muhim kitoblar bor ekan. Dr. Zuan. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to start with a few observations. Genocide is a complex and difficult concept. Its use is often surrounded by confusion about its meaning. U o'zining so'z temasının Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından irqiy qirg'inchilik degan atalg'iga berilgan ta'birdan sirt, uni texmo keng tarix va jamiyatshunoslik nuqtasidan tushuntirish bo'lganligini aytgan. U irqiy qirg'inchilikning keng ko'lamlik, tashkillik, sistemalik ziyonkashlik qilish va yo'qotish jarayoni ekanligi, uning davlatning siyosiy va faoliyatlari bilan o'tirg'a chiqadigan va davlat jinoyati deb ataladigan jarayon ekanligini aytgan. In the field of genocide studies, often 3 levels are distinguished. A central or top level of a small group of leaders. They initiate, launch and steer a genocidal campaign. Ton Zuan efendi irqiy qirg'inchilikning odatda 3 qatlami bo'ladiganligini aytib mundaq degan. Bu 3 qatlam odatda irqiy qirg'inchilikni belgilaydigan va qo'zg'atadigan yuqori darajali rahbarlik korpusi. Andan bu planning jarayonlarini tafsiliy planlash, moslashtirish va tashkillash bilan shug'ullanadigan o'rta qatlam rahbarlar va oxirida irqiy qirg'inchilikning eng razil jarayonlarini ijro qiladigan tuvan qatlamdagi yerlik va rayonlik amaldorlar, qo'mondonlar, askarlar va boshqalardan tarkib topadi. Bir-biriga bog'langan bu kishilarning hammasi irqiy qirg'inchilikning o'xshamagan funksiyalarini o'rindaydi. Genocide scholars have often found that already existing collective hate fantasies about target groups shared between political leadership and parts of the general population. Ton Zuan efendi so'zlayana irqiy qirg'inchilikning bir kechada paydo bo'lmaydiganligini, ya'ni uning ziyonkashlikka uchrag'uchi guruhiga bo'lgan kollektiv o'chmanlik asosida taraqqiy qiladiganligini, bu o'chmanlikning davlat rahbarligi va nopusning belgilik bir qismida o'xshash mavjudligini eskartgan. U bo'libmi irqiy qirg'inchilikni bayqashda muddani isbotlashdan bakrak yurgizilayotgan harakatlar va uning yuqorida deyilgan 3 qatlamiga alohida diqqat qilinish kerakligini aytgan. Chunki uning qarashicha niyatni isbotlash intayin qiyin bo'lib, odatda uni nihoyat osonla inkor qilib bo'lar ekan. Ton Zuan efendi irqiy qirg'inchilikning nuqul bir xil alohidaligi bo'lmaydiganligi, uning nurg'un shakllari, farqli alohidaliklari bo'ladiganligini tushuntirgan. Va buningga ayni chog'dagi Yahudi qirg'inchiligidan o'rnak berib, mundaq degan. Demographic engineering might be one way to attack a target group, like for instance when in a case people Masalan, nopus qurilishi nishonliq guruhlarga hujum qilishning bir yo'li bo'lgan. Polshada yuz bergandek ayni chog'da nurg'un polshaliklar va yahudilar Polshaning g'arbidagi yurt makonlarini qo'g'lab chiqarilgan. Ularning o'rniga germanlar yo'tkab kelingan. Germanlar ularning uylarini, yer joylarini tatib olgan. Ammo yana bir boshqa misolga qarsangiz, nurg'un kishilarning bir yerga to'planganligi, huquqidan, erkinligidan mahrum qilinganligi va oxirida o'ldirilganligini ko'rasiz. Ya'ni bu o'xshamagan siyosatlar odatda davomli billa bo'ladi. Mundaq aytganda, irqiy qirg'inchilikni shakllantiradigan nishonlarning berkmasi haqida ochiq fikri yo'q. Irqiy qirg'inchilik jarayonining murakkabligidan hargizmo hayron qolmasligingiz kerak. I would like to give an example. If you look at what is often called the Holocaust, and you look at it in more detail, you will find out that the fate of the Jews in about 16 different countries, occupied, non-occupied. Ton Zuan efendi buni tushuntirib yana mundaq degan. Yahudi qirg'inchiligiga qaraydigan bo'lsak, ayni chog'da natsistlar tomonidan ishg'ol qilingan yoki qilinmagan 16 davlatdagi yahudlarning qismatlari bir-biridan intayin farqli. Ularga ziyonkashlik qilishning usullari va siyosatlari ro'shan farqlandi. Odatda kishilar Yahudi irqiy qirg'inchilik tilga ilinganda zaharli gaz uylarini esiga oladi. Ammo bu ularga qilingan ziyonkashlikning faqatli bir turi.
Ularning nurg'unlari o'xshamagan usullarda, ba'zilari uylariga yaqin joylarda, o'z yurtlarida ziyonkashlikka uchragan. Bir-biridan tubdan farqlanadigan ziyonkashlikning vositalarini ko'rganda hayron qolmasligimiz kerak. Ton Zuan apandi guvohligida to'xtalgan yana bir muhim nuqta bo'lsa, ziyonkashlik qiluvchilarning, ya'ni ziyonkashlik qiluvchi rejimning asli niyat maqsadini oshkorlamasligi va uni yoshirish uchun oxirgacha yolg'onni o'ydirib chiqarganligi bo'lgan. U bu vaqtda munolarni degan. Well, a regime or the perpetrators themselves will usually do their best to deny what they are doing in public and also Odatda jinoyatchi hokimiyat amalining boricha avam oldida qilayotgan ishlarini inkor qiladi. Shundaqla tashviqot orqali uni padazlaydi. Yolg'onchilik qilib kishilarni aldaydi. Masalan, ayni chog'da Gollandiya yahudilari yo'tkab atmengilganda, ular o'zlarining faqat shimolga German saqchilarining boshqarishida ishligini manganligiga chin qalbidan ishongan. Hech qaysi o'zlarining 2-3 soatdan keyin Auschwitz, Sobibor qatorliq jazo lagerlariga yetib borganda o'ldirilganligini o'ylab boqmagan. Ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni, jumladan nishonga ilingan to'pliqni aldash yuz bergan hamma irqiy qirg'inchilikning intayin muhim bir parchasi bo'lib kelgan. when they arrived in Auschwitz or in Sobibor or at other places. So deceiving the victims and also the larger public is usually a very important part of every genocidal process. Ton Zuan apandi buni yanama inchik tushuntirib, munlarni dedi. To'pliqni aldashning boshqa sabablari bo'lish bilan birga, uning eng muhim sababi ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni hang-tang qoldirib, nim bo'g'ini anqirib bo'g'icha ularni qorong'ulikqa mahkum qilib bo'lishdan iborat. Mana shu sababdan yuz berayotganlar haqida hikoya to'qish, ziyonkashlik qiluvchi rejimning intayin muhim aloyihligi. Yana bir jihatdan qaragan vaqtingizda bu ham ziyonkashlik qiluvchilarning o'zini ishontirishni va o'zlarining nima qilayotganligini bilmasligi uchun qo'llanilgan bo'lishi mumkin. U bu so'zga tushuncha berib, irqiy qirg'inchilik jarayonidan o'rin olgan kishilarning odatda shu vaqtning o'zida bir butun sistemalik jarayonni ko'rolmaydiganligini, o'zini vazifa ijro qilyapman deb qaragan bu kishilarning qanday jinoyatning bir parchasi bo'layotganligini his qilib yetolmaydiganligini aytgan. U buningga misol berganda, Yahudi qirg'inchiligida ishlatilgan zarli gaz o'ylarini yasagan kishilar o'zlarining nima yasayotganligini bilmagandek, vazifa o'tagan harbiy askar saqchilarning faqat o'z xizmatini bejo keltirishdan boshqa yuz berayotgan keng ko'lamlik sistemalik irqiy qirg'inchilikdan xabari bo'lmaganligini ta'kidladi. Shunga u bu nuqtadan qaraganda irqiy qirg'inchilikning nuqul bir xil turi, bir xil usuli bo'lmaydiganligini, faqat ma'lum bir to'pliqni jismoniy jihatdan o'ldirgandala irqiy qirg'inchilik hisoblanib qolmay, balki kundalik zulm, kundalik ayirmachilik harakatlari va boshqa ziyonkashlik vositalarini u sistema ichida o'ylashga bo'ladiganligini ta'kidladi. Ton Zuan apandi yig'inda yana irqiy qirg'inchilik bilan oyoqlashgan kollektiv o'chmanlik haqidagi savollarga javob berganda, Xitoy hukumatining hozir yurgizayotgan siyosatlarining belgilik tarixiy orqa ko'rinishlarini sharhlab o'tgan. China is a very old civilization, and Chinese, for many centuries, have seen all other people who are not Chinese as barbarians, and barbarians should be treated with suspicion, and you should take care that you don't deal with them. Xitoylar tarixdan buyon Xitoy bo'lmagan millatlarni yavoiylar deb atagan. Ular bu kishilar gumon bilan qaralishi va zarur tepilganda yo'qotilishi kerak degan ko'z qarashda bo'lib kelgan. Bu Xitoyda chataliklar haqida nihoyat keng umumlashgan ko'z qarash. Shunga siz bugungi Xitoy millatchiligiga qaragan vaqtingizda irqchilikning nihoyat aniq alomatlarini bayqaysiz. Xitoylar tarixda g'arbga yurish qilganda Mong'ollar, Uyg'urlar, Qozoqlar, Tibetlar bilan qarshilashgan. Bu kishilarni Xitoylarga ziyonkashlik qiladigan yavoiylar deb qarash to'limi uzun tarixga ega. Men bu to'limi qadimiy bir ko'z qarashning Xitoyning bugungi kunimizda Uyg'ur qatorliq millatlarga yurgizayotgan siyosatlarning asosini tashkil qilgan deb qarayman. Chunki ular doim Xitoylar tomonidan xatarlik yotlar deb qaralgan. Or in it, because in principle non-Chinese are seen as barbarians. When the Chinese moved west, they were confronted with Mongols, with Uyghur, with Kazakhs, with Tibetan people
who are all not Chinese. And there is a very long tradition of seeing these people as possibly invading barbarians, which could hurt the Chinese. Now, I'm nearly certain that this very old-fashioned belief, which is largely shared, is also behind the present policies towards the Uyghur, for instance, because they are seen as dangerous foreigners. Ton Zuan әпәнді сөзді xude yuqoridagidek Yahudlarga o'chmanlik qilishning Yevropada 1000 yildan oshiq tarixi borligidan misol berib, hokimiyat va xalq tarafidan o'xshash qo'llashga erishgan bu kollektiv o'chmanlikning ko'pincha hollarda irqiy qirg'inchilik bilan oyoqlashib kelganligini bayon qilgan. Hurmatli radio dinləyicilər, sizlər yuqorida irqiy qirg'inchilik mutaxassisi Ton Zuan әпәндінің Uyg'ur sud kollegiyasiga bergan guvohlik so'zlarining mazmuni bilan tanishib o'tdinglar.